Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan so'radim deydilar. Erni gardanida xotinni qanday haq huquqlari bor ya Rasululloh? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: birinchisi iqtisod, yaxshi taomlantirib, yedirib boqishing. Ikkinchisi kiyintirishing, kiyimlardan xabar olishing. Uchinchisi hech qachon urmasliging, ayniqsa yuziga urma ayolingni. To'rtinchisi hech qachon onasidan, otasidan, zotidan haqoratlanib tahqir so'kinishlarni qilmagin.